7. Bab. Allah yo'lida menish va Allah yo'lidagi chang to'zonning fazilati. Abdurrahman ibn Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Kimki ikki putini Allah yo'lida to'piq qilsa, Allah uningga do'zaxni harom qildi. Hadisning yana bir rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Allah yo'lida ikki puti to'piq milangan kishiga do'zax o'ti tegmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Allohdan qo'rqib yig'ilgan odam xuddi sig'ilib bulingan sut yiliniga qaytib kirmagandek do'zaxqa hargiz kirmaydi. Hamda Allah yo'lida to'zg'an chang to'zon bilan jahannamning tutuni birlashmaydi. Ya'ni Allah yo'lida jihad qilgan kishi do'zaxga kirmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Biri yana biriga zarar yetkazadigan ikki kishi do'zaxda jamlanmaydi. Bir musulmon bir kofirni o'ldirsa, ondan u musulmon sabit turib vafot bo'lsa, bu ikkisi do'zaxda jamlanmaydi. Allah yo'ldagi chang to'zon bilan jahannam tutundan iborat ikki narsa bandaning qo'risiqida jamlanmaydi. İman bilan bexillikdan iborat ikki narsa bandaning qalbida jamlanmaydi. Mashhur zot Abdullah ibn Mubarak radhiyallohu anhu ni biraylan tushida ko'rib, Allah sana nimalarni berdi deb so'ragan. Abdullah ibn Mubarak, Allah mening barliq gunohlarimni mag'firat qildi degan. U kishi uningdan kishilar orasida tarqatgan ilming bilanmi deb so'ragan. Abdullah ibn Mubarak, yo'q, Allah yo'lida burnimga kirgan chang to'zon sabablik deb javob bergan. Abu Musabbah Muqra'i mundaq deydi. Biz Malik ibn Abdullah al-Khas'amining qo'mondonligida mujohidlardan bir guruh kishilar bilan Rum zaminiga qarab ketib boratdik. Shu chaqda buyuk sahoba Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu Malik ibn Abdullahning yinidan o'tib qoldi. U qichirni haydab piyoda ketib boratdi. Malik uningga: "Ey Abu Abdullah, qichiringga minib olgan. Allah sana uni menish uchun yaratdi" dedi. U: "Men ulug'imni aram oldirman. Shundaqla kishilarning men yordam qilishimi hojatsiz. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki ikki putini Allah yo'lida to'piq qilsa, Allah uningga do'zaxni harom qildi deganligini anglaydim" dedi. Malik al-Khas'ami Jabirning javobini anglab hayron qoldi va uning keyindan mangdi. Mujohidlarning Jabirning so'zini anglab uningga agishish uchun qo'mondan Malik Jabirning ovozini atrofidagilarga anglaydigan o'ringa yiroqlashib, ondan yuqori ovozda: "Ey Abu Abdullah, qichiringga minib olgan. Allah sana uni menish uchun yaratdi" deb to'g'ildi. Jabir uning maqsadini bilib, uningga: "Men ulug'imni aram oldirman. Shundaqla kishilarning men yordam qilishimi hojatsiz. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki ikki putini Allah yo'lida to'piq qilsa, Allah uningga do'zaxni harom qildi deganligini anglagan edim" dedi. Mujohidlar Jabirning so'zlarini anglab, uloqlardan tushib piyoda minishdi. Men u kundagidek piyoda manganlar ko'p bo'lgan jihatni ko'rmagan edim. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu jihadga chiqqan vaqtlarida Allah yo'lida katta ajrga erishish uchun ikki qadamini to'piqlab piyoda mang'atdi. Shuning uchun olimlar ro'zlarning zavoldan keyin misvak ishiltishining makruhligiga qiyos qilib, Allah yo'ldagi mujohidlarning to'pichang kirib ketmaslik uchun eg'iz burni etib olishni makruh hisobladi. Chunki misvak ro'zlarning og'zidagi puroqni yo'qtidi. Ro'zlarning og'zidagi puroq Allohning nazarida misik anbarning puroqidan xushpuroqdir. Jihatda to'pichang kirib ketmaslik uchun eg'iz burni o'rib olish va shuningga o'xshash ishlar makruhdir. Chunki o'rib olish eg'iz burniga chang to'zonning kirishini to'sib qoldi. Xuddi jihatda to'pa bosgan ikki qadamga o'xshash chang to'zonning kirishimi mujohidning do'zaxga harom bo'lishiga sabab bo'ldi. Kimki ikki putini Allah yo'lida to'piq qilsa, Allah uningga do'zaxni harom qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Badr kuni har 3 odam bir to'ygiga almishib mindik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
Ali radhiyallohu anhu va Abu Lubaba Ansari radhiyallohu anhu bir to'yga dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga piyoda minish navbati kelganda ular: "Ey Rasululloh, sening o'rningda biz piyoda mangayli" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ikkisiga: "Men ikkinglardan kuchliroq. Yana kelib, men ajrga sizlardan bakrak muhtojman"